إذا ما تراك الأسى والوبال وظن الفؤاد الخلاص محال توجه إلى الله في مسجد وردد أرحنا بها يا بلال وردد. Jazirama issiq vaqtida chanqoqlik tanalarni og'irlashtirdi, yuzlarni xavotirga soldi. Bu suv vayron qilingan narsalarni tuzatishga va rahm shafqat hamda izzat ikrom o'rtasida ko'prik bo'ladi. Bugun 2025-yil 29-sentyabr, haftaning dushanba kuni. Imom Buxoriy vaqfi Janubiy G'azoda joylashgan qochqinlar lageri hamda ehtiyojmand oilalar uchun suv ta'minoti loyihasini amalga oshirmoqda. Sizlar uchun bu ulkan savob muborak bo'lsin. Zero Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladiki, amal qilinglar, bas Alloh sizlarning amallaringizni va uning payg'ambari va mu'minlar ham ko'radi. Alloh taolo ihson qilgan Qo'qonlik Sultonxo'ja akamizdan bu yaxshiliklarini qabul qilishligini va sizlarni bu ezgu ishlaringiz uchun yaxshilik bilan mukofotlashligini so'raymiz. Sizlarning ihsoningiz davom etar ekan, bizdagi umid ham so'nmaydi. دوما يطيب الوصال وبالله دوما يطيب الوصال إذا ما تراك الأسى والوبال. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر الأخوة في وقف البخاري والأخ المتبرع سلطان حاجي من قوقند على هذه الصدقة المباركة، ونسأل الله العظيم أن يبارك له في ماله ونفسه وأولاده. ردد أرحنا بها